الصراط المستقيم صراط الذين Valim, mene anam endi kabri eli bir uzak yıllar mağlum tugulur endi. Mene Allah'ın rahmeti hazır bugünkü kunda baya kelip dua kılarga orunlar var. El ol 1911 yılda vefat bula. El ondan soň Tuqay anardan soň vefat bula. Tuqay ölgenden soň baya kumya bizde geçtin. Şeyhülislam Hamidi Hazretleri yanında kumya bizde degan şunday eğitimleri bulgan. Endi mene şunun üçün aytasa kele elbette Tatar halkı üçün dine tugul İslam dini yönelişinde bir zor hizmeti bilen tanılgan hem öz artından kaldırgan şahıs ikenin aytasa kele. Allah Teala razı olsun. Bu şalgılanında ne bize bu şalgılan da bu oldu. Bunun bu şalgılanında o acılasında zey. Bunun uyuşu var, uyuşu meseleleri. Rahmet Zeki Hazret Safiullin. Endi olduk. Menin de anam ustazlarının ustazı deb aytasim kele. Ko'pgina şagirdlarga, muftilarga, hazretlarga şuluk vaqtda ul ilm bergan, Tatar ziyolilaridan, alimlaridan bo'lgan. Mana ul alla qoylarda tugul şuşa yerlikda ilim alıp, Arabiyati kamil derecede bo'lgan. Hali mana Talg'at Tojiddin hazretlarining bir aytgan so'zini gina esga tushirib aytam. Ul ayta Ahmad Zaki hazretdan olgan ilimni bir qo'lga qo'ysam de, şundan soň Buxoroda o'qib, Al-Azharda o'qigan ilimni çağıştırganda de Ahmad Zaki hazretning ilimi basadi. Mana şundan natija. Ul gumri boyu o'zi g'adiy kishi bo'larak türlü işlerde hizmet edip, endi gumrining oxirina hali ul Marjani masjidinde imam xatib bo'lib, birinchi tugul ikinchi imam. Mana narsa hikmat. Birinchi imamga qaraganda ikinchi imamning ilmiy darajasida şulay kuchli bo'lganligin dalilli turgan. Ol o'zi büyük ixlos kishi, Allohning rahmati mana bugun aning bir qabri yanında biz bosib turamiz ekan. Endi aning ismi bilan atab Qozonimizda masjid tuzildi. Ahmad Zaki Hazret sim degan bizning Zalisni bistasida aning mana imom xatibi shulay olimlardan, ilim egasidan bo'lgan Bulat Hazret berida Qur'on Hazret deb o'qishadi. Endi mana bizning madrasamiz islom dinini qabul etgan 1000 yillik ismidagi madrasaga negiz saluvchilarning birisi bo'lgan. Shuluk vaqtda Tataristonning bosh qoziyi Marjani masjidida imom xatib bo'lgan. Endi o'z tirishlig'i bilan, o'zining ersizligi bilan Sovet chirida ilimni olib, Buxorolarda ilim olib, ham ustozlardan ilim olib qolgan shaxslarning birisi Abdulhaq Hazrat Samatovning qabri yanında biz. Allohning rahmati bo'lsa edi. Mana u kishining xulqi bilan da, sabırlığı bilan da onu çağıştırıp bo'lmay. Onun bilan yanaşa bo'lganda ko'pgina hikmatga o'ranirga Alloh taolo nasib eyladi ekan. Mana shu shunday yo'nalishlarni, sifatlarni davom ettirganda nasib eylab, Allohning ruhlari shod bo'lsin edi. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله